Na ballarga vaqt ajratasiz, na menga. Har kuni ish. Shu ishingiz tugaydimi o'zi? Biror marta aylantirishga ham olib chiqmadingiz. Yana boshlading ming'ir-ming'iringni, har kun bir xilga. Bo'ldi qilarsan endi. O'zi sizga bitta gap gapirib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Aylantirish uchun ham ishlab pul topishim kerakmi? Yo'q pulimga qanday aylantiraman? Bo'ldi, gapirmang, boshim og'rib ketyapti. Jim bo'ling. Choyda ham zahar qilding. Sherzod, hayoling joyidan to'g'ri shu. Uzr. Tezlash, ko'tar. Sherzod, hayoling joyidami? Kelgandan emas, narmanni ishlagan yo'q. Charchagan bo'lsang, bordamingni ol, asabni buzmasdan. Ha, uzr aka. Ozgina charchabman shekilli. Altmış to'rtta. Yana to'rtta kami, ha? Tilla, ana Qashqadaryoda Navoiydan to'rtta kam. Hali ham bitmadimi, suduraldimi? Jinday qoldi, Sherzodda ishni beliga tepyapti. Ha, nima qilyapti Sherzod? 3-4 kundan beri xotini bilan urushib kelyapti. Nastaga narsa o'xshalmayapti. Ha, yo'q, mayli, indamay qo'yaring. Oilada muammo bo'lsa, hech narsa ko'ngilga sig'maydi. Yaxshi bo'lib ketar. Menda ham bo'ladi. Uyimda muammoni ishimga aralashtirmayman-da aka. Ha, endi sizni oilangiz boshqa, Sherzod oilasi boshqada. Tezlashtiringlar, uni to'rtdan bitirsalar ham Qashqadaryoga chiqarib yuboradi. Bo'ling. Hop. Ha, konteynerdan mahsulotlar sotamiz, ham navis ham yasab beramiz. Nima kerak edi aka? Ha, navis qilish kerakmi? Bo'ldi aka, biz hozir Toshkentga bitta ish o'rnatishimiz kerak, keyin Qashqadaryoda bitta ishimiz bor. Siz joyingiz qayerda? Buxoroda? Ha, bo'laveradi aka, borib qilib beraveramiz. Qayerda navis qilish kerak? To'yxonani tepasini yopish kerak. Ha. Yo'q, ustun tushmaydi aka. Ustunsiz bo'ladi, oni yopiladi. Tunuka, usta haq hammasi ichida bo'ladi. Ha, o'tirsizlarmi? Nima ovqat qilding? Hech narsa qilganim yo'q. Ishxonangizda ovqatlanib kelavermabsiz-da. Ertalabdan kechgacha issiqda ishlab kelyapman. Uyda kuni bilan o'tirib birorta ovqat qilib qo'ymadingmi? Kun bo'yi o'ynab o'tirdim uyda. Nima deding pichirlab? O'zi sizga tegib nima ko'rdim? Nimani qoyillatib qo'ydingiz juda? Asabimga tegma, ayol kishisan. Bo'lmasa bir narsa qilib qo'yaman. Bo'ldi, ko'p gapirmang. Boring, ko'zimga ko'rinmay yoqmayapsiz.